Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Biz doim xayrli kun deb o'rganganmiz. Endi kunduzi vaqtimiz bo'lmadi. O'rtog'imning xonadoniga kelganmiz. O'zimizni sohadan sal tashqariga chiqamiz. 17 yillik tajribaga ega bitta do'stim oldiga kelganmiz. Mashinalarni xullas qiroli desa ham bo'ladi. Eng zo'r o'zini sohasini ustasi. 17 yildan beri faqat Moskvada ish qiladi, xizmat ko'rsatadi. O'zi maqsadimiz u ishini ommaga, misol sifatli ishni ommaga olib chiqib berish. Xullas shunaqa. Bu yaqin o'rtog'imning xonadoni, o'zimiz birga maktabga borib katta bo'lganmiz. Bu boshqa o'rtog'imning mashinasi, shuni polirovka qilib keltirib berar ekan. Shu o'rtog'im bilan ozgina suhbat qilamiz. Ishlarini sizlarga bir qator qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tadi. Eng qizig'i, qadrdonlar, bu bilan birga oshib katta bo'lganmiz. Endi videoga iloji yo'q. Sizlar gapirishimga to'g'ri keladi. Do'stim, keling. Bo'lyaptimi? Sekin. Xudo xolasa endi sizni sohangiz ustasi deb qo'ydik. Ha, inshaalloh. Qo'ldan keyin mikrofon taqib olasiz. Xudo xolasa bu sohada endi avvalo salomlashib qo'yaylik. Assalomu alaykum qadrdonlar. Moskva, Koreya deylar, hamma musofir deylar. Hammalarga assalomu alaykum deymiz. Endi buni tushuntirib o'tsak, Baxtiyorjon, buni sohasi bo'yicha endi biz 2007 Alloh alam Moskvaga ketgan bo'lsak, 2009 da boshlaganmiz. Shu ya'ni bu ishni. Boshlaganmiz. Endi o'sha yillardan baqasiga to'lka Moskvada inshaalloh polirovka, keramika, ximchiska, detalimovkada ishlab kelamiz. Endi o'zidan qolar gap yo'q. Endi mana shu yerda shu ishni yuritaylik degan maqsadda sizga iltimos qilgan joyimiz. Endi bu o'zimizning do'stimiz, qadrdonlar. O'sha uchun bir hali hozir aytib o'tgandek, sizlar bir-biringizni muloqotingiz yaxshi bo'ladi. Endi Baxtiyorjon, savolingiz bo'lsa beraverasiz, oshna. Men qarang do'stim, biz endi bu YouTube tarmog'ida kanalimiz qurilishga moslashgan. Yo'q, ko'rib yuramiz, nimalarni. Endi buni biz misol o'zimizning sohasi bo'lsa, biz o'zimizning sohasi ustasimiz. Endi sizning sohangiz boshqa. Bu o'zingizning sohangiz ustasi. O'shaning uchun biz o'zimiz bilgancha savol beramiz, qolganini o'zingiz to'ldirib ketaveramiz, xudo xolasa inshaalloh. Bo'lib endi bunga nima ekan, misol bizdan so'rasa birinchi bo'lib beton qo'yamiz. Shunaqa. Endi siz buni faqat nima qiling-da, mana shu birinchi nimalardan boshlanadi? Ashlar bir qator. Avvalo bizni mashinani batdan ko'p olib kelishadi. Mana o'zi kelganimga 10 kun, 15 kun bo'lgan bo'lsa, 7-8 ta mashinani tayyorladim. Avvalo sotuvga olib kelishadi bizga. Sotyapman, yo'q bo'lsam bir chiroyli qilib minib yuray ko'cha-ko'ylarda degan maqsadda olib kelishadi. Mana endi batda qo'ldan kelgancha bu xalq talabi bilan arzonroq qilib yuribmiz. Endi Moskva senasi batda bo'lmaydi avvalo. To'g'ri. O'shanga endi birinchi tashlab ketishadi mashinani. Mashinalar ham joy endi yangisini olib kelmaydi. 23-24 larda olib kelmaydi. 23-24, 21, 22-yillar mashina olib keladi, faqat keramika qildiradi. Endi hozir gapda ichida uni ham tushuntirib o'tib ketaman. O'sha. Endi hozir birinchi 14, 15, 16, 17-yil mashinalarni olib keladi. Bizi endi u sohamiz o'sha mashinani yilini 15, 14, 13 bo'lsa 24, 25 yo 23 qilib berishga harakat qilamiz. Bez kraska. Videoda davomida ham ko'rasiz endi bu narsani, xudo xolasa. Endi Moskvada shunaqa qiladi. Endi birinchi olib keladi, olib kelgandan keyin biz mo'ykaga olib boramiz. Chotki qilib bir qator mashinani ustini 2-3 marta shampon sepib, mashinani yuvaman o'zim. O'zingiz, ha? Mo'yka qilib kelish shart emas, qanday? Yo'q, unda men o'zimga tushmay qoladi mashina. Mana yaqinroq olib keling-da. Mana ko'ryapsizmi bu mashinani? Podkirkalarni ham ko'ryapsizmi mana? Hozir o'zim yuvib kelganman, mana ko'ryapsizmi mana? Dislarni ichi tashi, polni, kuzuklar. Oldin mashinani yuvaman, yuvganimdan keyin endi Moskvada White razvobitellar bor, o'zini отдельный средствоsi. Bu yerda salarkada yuvilar ekan. Mashinani shamponlar yuvib bo'lgandan keyin salarkalab, polni cho'miltirib, yuvib, yana shampon sepib, gubkalab, mashinani quritib baqa olib kelaman. Olib kelganimdan keyin endi o'zimizni ximiyalar bor. Endi hozir men to'la-to'kis ximiyalarni to'liq olib bo'lganim yo'q, qimmat olman. Lekin Moskvadan olib kelgan narsalarim bor. Endi apparatni olman, lekin bu yerda o'zim olib kelganman. Apparat. O'zimizni apparatda, to'g'rimi? Yo'q, balgarka emas bu. Balgarka emas, Yo'q, bu balgarka emas. Endi o'zim qilaman degan odamlar bor. Balgarka deb qo'ysangiz, shart mo'kalasini sug'urib turib, balgarkani buni toshni olib kelib qilsa, mashina kuydirib qo'yadi. Mana endi hozir kuydirib qo'yadigan bo'lsangiz, mashinani o'sha kraska sepgandan keyin polniy родной mashina, masalan, mana 20-yilmi родной mashina kuydirib qo'yadigan bo'lsa, shu kirilo kraska degan ma'noda. Urilgan. O'sha o'zini apparati bo'lishi kerak buni. O'zini apparat bo'lishi kerak. Endi mana yerda birinchi hozir boshlayman, hozir ish davomida ko'rib o'tib ketasizlar. Bu pasta bo'ladi. Hozir menda ikki xil pasta bor xolos. 74, 75 degan o'zi nomerlari bo'ladi.
75 ni birinchi sulaga uraman. Ha. 74 ni ikkinchi sulaga uraman. Koxski deganlar bor. Endi har xil narsalar bor. Buni polni 3 suloy abrazivkani mashinani polirovka qilib bo'lganimdan keyin, o'sha ish davomida yana aytib o'tib ketamiz. Qilib bo'lganimizdan keyin galogramasi bor. 3-suloyda. Galograma urib bo'lgandan keyin eng ko'pchilikga qiziq, mana yaqinroq olib keling-da, mana uni bir ko'rsatib o'tib keting. Bu Rossiyadan kelgan. O'zim bu Rossiyadan kelgan. Bu keramika deydi. Keramika. Polirovka, galogramani, abrazivkani urib bo'lgandan keyin обязательный mashinaga keramika surkiladi. Endi hozir уже 5-6 yil bag'da ham bir moda bo'lib, hamma tushunadigan bo'lib qolgan. Keramika surkiladi. Bu keramikani ma'nosi, tushuntirib o'tkazsam, bu keramikani ma'nosi. Endi bu yerda summasini ham aytib o'tkazsak, bu yerda 300 ming, 350 mingdan 3 milliongacha ekan sotib olishi. Sotib olishi. Bu keramikani ma'nosi, oddiy misol keltirsak, qishloqchasiga tushuntirsak endi misol uchun oddiy patologiya qilib, siz ustasiz, patologiya qilasiz-ku. Patoloyni laklab qo'ysangiz, laklab qo'ysangiz, 3 suloy laklab qo'ysangiz, qanaqa yaltillaydi. Yaltillaydi. Keyin namga, issiqqa, aptoga zash taqib turadimi lak? Bu ham kuzubga xuddi shuna ma'no bildiradi. Kuzub edi, chang o'rnamaydi. Mashina yaltillab turadi. Yaltillab turadi. Endi hozir olib kelayotganlar juda ko'p. Endi bu sizga tavsiya qilganimki, yana ham bir ommaga tarqasak, klientlar ko'paysa, inshaalloh yuzimiz yorug' qilib, chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Do'stim, qarang, mana hozir bizni ko'pchilik ko'radi, xudo xolasa, mashinaga qiziqadi yo'llar ham juda ko'p. O'zi 100% odam mashinani olib kelsa, misol polirovka deyapsiz-ku, o'shani necha kunda tashab ketishadimi yo qanchadan muddatda qilib berasiz? Shuni ham bir qator tushuntirib o'tsangiz. Misol bitta akamiz keldi, misol Farg'onadan yoki Andijondan yoki Namangandan. Xizmat vodiy bo'ylab bo'laveradi. Vodiy bo'ylab bo'laveradi. Endi biz o'zimiz borib olib kelmaymiz, endi o'zlari kelib olib kelsa. Yo'q, mashinasini kelsa, misol ertalab kelsa, mashinani tashab ketish kerakmi yoki kechgacha bitirib berasizmi? O'shalarni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz, misol. Albatta, yana mashinalar misol uchun mashinani tashab ketsa, endi qaysi holatda bo'lsa ham tashab ketsa, endi o'zimiz oldimizda mo'kelar bor. O'zim shamponlarim bor, hamma uslugalar bor, olib borib o'zim yuvaman. Yuvib mashinani tayyorlashni boshlayman. Har bir detalni WhatsApp nomerini tashab ketsa, WhatsApp nomerini, Telegram nomerini tashab ketsa, har bir detalni men qilinganini, qilinmaganini, oldin qilinmaganini, keyin qilinganini o'ziga har bir videoni tashab turaman. Hozir ham shunaqa, mana misol kelganimga 10-15 kun bo'lgan bo'lsa, 7-8 ta mashina chiqargan bo'lsam, klientlarga mana eshigini qo'yganman, eshigini tashlayman, narigi eshikni, bufermi, kirishami, tommi, bagajmi, har birini tashlayman. Tayyor bo'lganini ham tashlayman. Endi misol uchun ertalab tashab ketsa, xudo xolasa inshaalloh ertasiga ertalab minib ketish mumkin. Yo bo'lmasam sirroshni deydigan bo'lsa, shogird bolalar bor, kechga 8 xuftonlarga tayyorlaymiz. Xudo xolasa misol shanba kuni favqulodda sotiladigan bo'lib qolsa-da mashina, bozorga olib chiqmoqchi bo'lsalar, shanba kuni ertalab kelsalaringiz, shogirdlar bor ekan, bozor kuni ertalabgacha tayyor qilib beradi. Endi bizda не только bu polirovka keramika, bizda motor yuvish ham bor. 4 ta balon chiqarib dinishalarga, podkirikalar, detalli mo'ka ham bor. Moskva tilida gapirganda o'sha detalli mo'ka deb qo'yadi. Keyin salonni ichi polni himskasigacha. Himchi. Ular endi addoniy summa. Endi o'zi kelishamiz. Bo'laveradi. Kelishamiz endi uni. Endi do'stim, hozir 1000 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Ish jarayonimizni endi iloji boricha yoritib, tomoshabinlarga ko'rsatib berasiz. Ish jarayoni birinchi shunaqadir. Biz endi chekaroqqa chiqib turamiz do'stim. O'zingiz chiroyli qilib. Mashina siz narigi tomondan olsangiz, ekranga yorug'roq bo'ladi. Xullas, qadrdonlar, shu hali aytganimdek 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deb. Endi bag'iga o'rtog'im o'zi nima ish qiladi, nima ish jarayoni, shu kadrdan chiqib turamiz, o'zi xotirjam ishini qilib sizlarga bemalol obzor qilib beradi. Ish jarayonini mana qadrdonlar sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sloylarni men sizga hozir bu detallarni qilib, bir qator artib, sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Mana birinchi 74 pasta, xudo xolasa mana biz Moskvada o'rganganimiz shu. Moskvada o'rganib kelganimiz endi 10 yil staj bor inshaalloh. Endi shuncha polirovka keramikalarda Gentrabon, Malibovomi, 12si bormi, elektronik mashinasi bormi qildik. Allohga behisob shukr, yuzimiz yorug', davolim bo'lib, kelishilgan ham pulni tashab ketishyapti. Dunyo pulni qo'yib yuborganimiz yo'q. Endi hozircha endi baytlar o'zimizdagilarni qiziqtirish uchun ham qilyapmiz. Endi hozir xonadonda
qilib yuribman kelganimdan baqasiga. Avvallari ham qilardim-u. Endi xohlasa kelajakda niyat bir chiroyli ustaxona ochish niyat bor endi. Sohani Allohga behisob shukr mutaxassis bo'lib qoldik desak ham yanglishmaymiz. Endi bu baytlarda bilmadim-u, Moskvalarda ko'p joylarda qilishadi. Qilib bo'lishgandan keyin juda ko'p aytishadi-da, bunaqa yo'llar chiqib qoladi, bu kunduzlari ko'chaga olib chiqsak deb aytishadi. Uning uchun qadrdonlar birinchi, ikkinchi obrazivkani o'tgandan keyin обязательный gologramma degan pastasi bor. Gologrammasini o'tib, undan keyin obязательный keramikani urish kerak. Urgandan keyin endi buni qilish maqsad moshina yuvishganda, artishganda moshinani именно qora moshinalar, oq moshinalar, hamma svetdagilar chizilib ketadi. Bizni polirovka, keramika qilishimiz maqsadimiz shu chiziqlarni, sarapillarni yo'qotib, moshinani inshaalloh 90%, 95% shu kraska sepgandek qilib yaltillatib topshirishga harakat qilamiz. Shu vazifasi ham shu inshaalloh. O'zim soch apparat olib, pastalarni, ximiyalarni olib o'zim qilsam bo'laverar ekan degan tomoshabinlarga, nimalarga, qadrdonlarga sizlarga tavsiya qilib o'tib ketaman. Nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Mashinani qizdirib qo'yib, kuydirib qo'yadigan bo'lsalaring, qora svetni kuydirib qo'ysalaring jigaran svet bo'lib qoladi, ola bo'lib qoladi. O'shaning uchun baribir mutaxassisga berib qildirganlaring ma'qul deb o'ylayman. Qadrdonlar, endi kapotni nima so'ra 20-25% qilib bo'ldik. Endi buni bir qator artib, yana bir ko'ramiz. Qizib ketgan bo'lsa to'xtaymiz. Artib bo'lgandan keyin yana qayta sarapli qolgan bo'lsa, yana o'sha joylarni yana bir qator o'tib, ikkinchi sloyga o'tamiz. Mashina polniy polirovka, obrazivka birinchi, ikkinchi, uchinchi sloylar bo'lgandan keyin ham keramikaga mabodo misol uchun mablag' yetmay qolsa, endi qolganlarda bormi bilmadim. Biz endi обязательно bunaqa tvordiy vosk, zashniy polirovkalar zakaz qilamiz. Bundan surkab qo'ysalar ham bo'laveradi. Endi keramikani muddati 2 yil, 3 yil mashinaga zashta qilib beradi. Bu 6 oy yo 1 yilga. O'shaning uchun posle obrazivkadan keyin обязательно bundan surkasalar ham bo'laveradi. Buni ham hozir bir qator endi sizlarga video davomida aytib tushuntirib o'tib ketamiz. Bu ham tipa 35-40% keramikani vazifasini bildiradi. Bu ham endi Moskvadan kelgan zashniy polirovka ham tipa keramikani o'rnini bosadi 50-40%. Buni ham surkab chiqiladi. Bu endi обязательно mashinani yuvib kelib qilsa ham bo'laveradi, unda effekt bermaydi. Bu обязательно polirovkadan keyin qilsa effekt nihoyatda tiniq beriladi. O'sha qildirganingizdan keyin o'zingiz ham moykadan keyin доволен bo'lib kelasiz-da. Buni surkib bo'lgandan keyin обязательно bo'lmaganda bir 5 minut kutib, keyin artib olsalar ham bo'laveradi. Mana hurmatli qadrdonlar, hozir 3-4 minut kutdik. Zashniy polirovkani post obrazivkadan keyin endi artishni boshlaymiz. Mana o'zi aksini ko'rsalaring ham bo'laveradi. Mana bu yerda o'zi aksim ham ko'rinib qoladi. Qilingan joylar sarapillari yo'qolib, yaltillab bilinib qoladi. Mana bu yerda o'zi qo'l sohasida bilinadi o'zi. Bunday qilsangiz mana bu yerlar ham. O'zi operator sizga bilinyaptimi, bilinmayapti, mana bu qarang mana. Maklar o'zi mana bu yerdan bag'i bo'ldi. Endi bu birinchi sloy. Hali bunga yana ikkinchi sloy bo'ladi, gologramma bo'ladi. Keramika surkaladi xudo xolasa. Mana sizga bilinyaptimi operator? Mana. Bundan tortsangiz ham bo'laveradi. Bu tomonni tortsangiz o'sha yana ham ochib beradi.
Bismillahirrohmanirrohim. Endi bunga bir katta sabr kerak avvalo. Erinmasdan, kajni har bir detallarni qoldirmasdan qilib chiqish kerak. Mana misol uchun kirlarni tugatgan bo'lsangiz, birinchi sloyni, keyin eshikka o'tasiz. Eshikni qilib bo'lganingizdan keyin narigi eshikka o'tasiz. Ana shunaqa qilib bir boshdan olinadi. Endi mashinani tashlab ketgan egasi shtobi kelganda mashinani ko'rib bir davolim bo'lsa, bizga ham yaxshi qadrdonlar. Hurmatli yurtdoshlar, mana sizlarga endi kapotni tugatdik, pashti. Endi mana sizlarga keramikani qilinish usullari aytib o'tib ketamiz. Operator sal yaqinroq olib kelsangiz, men tushuntirib o'tib ketaman keramikani. Keramikani bu vazifasi. Mana kamerani buyoqqa yoqsangiz, aytlar o'zi postli polirovkadan keyin mashina nam bo'lib chiziq bo'lib qoladi. Yo'q bo'lsam yo'l bo'lib qoladi. Yo'l bo'lib qoladi. O'shani birinchi bo'lib yopadi. Yopgandan keyin gologramma qilamiz. Qilgandan keyin bu обязательно keramika bo'ladi. Keramika qilsangiz o'sha yo'llar yopiladi, blist beradi. Mashinaning ustiga lak o'tib ketiladi. Mana sizlarga keramikani qanaqa qilib qilinish usullarini aytib o'tib ketaman. Endi bu quruq boshani yuvib kelib turib, sразу keramika bo'lmaydi, effekt umuman bo'lmaydi. Обязательно polirovkadan keyin, gologramma polirovkadan keyin keramika bo'ladi. Polirovkadan keyin bo'ladi. Boshani yuvib kelib turib, moykadan keyin keramika qilaman desalar, 400-500 mingga buni olib turib, behuda ketadi. O'shaning uchun обязательно polirovkadan keyin. Mana hozir sizlar kamerada ko'ryaptimi, ko'rinmayaptimi? Mana mashina yo'l bo'lib ketgan. O'shani yopadi endi bu. Bu lak, keramikada bu. 3 marta shunaqa bo'ladi, 3 marta. O'shanda effekti bilinadi, xudo xolasa. 2 minut, 3 minut kutiladi. Endi bizga shunaqa deb o'rgatilgan. Kutib turib artiladi, keyin yana ustidan yana surkaladi, yana 2-3 minut kutilib turib, 5 minut kutilib turib, yana 3-sloyni beriladi. Keyin mashina tayyor bo'ladi inshaalloh. Mana hozir endi biz artishni boshlaymiz. Keramikaga biz albatta yangi trepka bilan polirovkaga отдельный boshqa bo'lishi kerak. Polirovkani artganingizdan keyin ichiga polirovkaning pastalari kirib qoladi-da, keramikani surkib turib, yana o'sha trepkada artsangiz, yana sarap bo'lib ketadi, keyin keramika bilan pastaniki aralashib, oqshirayib ketadi. O'shaning hisobiga albatta yangi trepka bilan artiladi. Hurmatli yurtdoshlar, mana hozir sizlarga kapotni tugatdik. Abrazivka, polirovkasini tugatdik. Sizlarga endi qisqa nima qilgan ishlarimizni video davomida aytib o'tib ketamiz. Mana hozir mana kapot qismini tugatdik. Mana xudo xolasa inshaalloh keramikasi bilan. Endi mana krilo, ikkita eshikni ham tugatdik. Endi bu qilib bo'ldik. Sizlarga endi qilib bo'lganimizni bunaqa tushuntirsak ham bo'ladi. Operator sar o'tirsangiz, sizga men tushuntirdim. Mana o'zi odamning aksi ham chiqib qoladi mana. Inshaalloh aksi ham chiqib qoladi mana. Yaltillab keramikalargacha kapot qismi krilo, ikkita eshikni urib bo'ldik. Endi xolasa qolgan joylarini ham qilamiz. Video davomida aytib, qanaqa qilib qilinadi, nima surkaladi, yana aytib o'tib ketaveramiz inshaalloh mana. Mana endi sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Hurmatli qadrdonlar, yurtdoshlar, bizni vaqtimiz chegaralangani uchun sizlarga biz har bir detallarda qisqa ma'lumotini berib o'tib ketyapmiz. Umuman olganda kitobida abrazivkani, polirovkani birinchi, ikkinchi sloyini mashinani полный polirovka qilib bo'lgandan keyin gologramma uriladi. Gologrammadan keyin обязательно keramika uriladi. Hozir vaqtimiz qisqaligi uchun, video cho'zilib ketmasligi uchun sizlarga har bir detalni polirovkasini, abrazivkasini, keramikasini urib ko'rsatib o'tib ketyapmiz qadrdonlar.
Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga mana ozmi qisqami obzorini qildik mashinani. Vaqtimiz chegaralangani uchun 70%, 75% mashinani tayyor bo'ldi. Xo'p, qadrdonlar, xullas biz ishdan charchab kelganmiz. To'g'risi bu biz ishdan ancha farq qilar ekan. Vaqtimiz ancha chegaralangan. Biz ham ertaga ishga borishimiz kerak. Shuning uchun mana shu holatga bu 80-70% tayyor bo'ldi deyapti do'stim. Yana jichcha ishlar bor ekan. Shu bilan mashinamiz 100% tayyor bo'lar ekan. Mana shu videoni tagiga mana shu do'stimning nomerini qo'yib qo'yamiz. Xizmatlar bo'lsa, vodiy bo'ylab, faqat vodiy bo'ylab kelaverasizlar. Chiroyli qilib ishlarni bitirib beradi. Barchalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Do'stim bilan xayrlashib qo'yaman. Hurmatli qadrdonlar, yurtdoshlar, xohlasa mana nomerlar tagiga yoritib qo'yarkan. Xizmatlar bo'lsa, xizmatdamiz. Sog' omon bo'linglar. Hammalaringga omad.